Yana esimdan chiqibdi. Zapisni bosib qo'yish. Qisqasi, mana yerda загрузка videoni bir bosasiz. Bosgan paytingiz mana video chiqib keldi. Video nimaga o'zini sarlavhasi bilan chiqib keldi desa, mana men video programmada bu ham katta ahamiyatga ega narsa. Mana misol uchun deylik, video nima qilyapsiz? Eksport qilyapsiz. Eksport qilayotgan paytingizda mana yerda 0718 ana shunaqa raqam bo'ladi xolos. Shuni imkon qadar videoni nazvaniyasini yozishga harakat qilinglar mana. Sarlavha. Sarlavha beradi menga o'zbekchasi, inglizchasi. Mana o'zbekchasi. Endi qarang. Kirdik. Kirgan paytingiz VidIQ degan programma bor, mana ular chiqib kelyapti-yu, sizlarda chiqmaydi. VidIQ programmani o'rnatganinglardan keyin уже chiqib keladi. Mana shu narsalar. Imkon qadar shu nazvaniyani shu eksport qilayotgan paytda qilinglar. Bu ham ozgina yordam beradi poisk berganda chiqib kelishda. Endi shokoladni me'yordan ortsa yesangiz nima kutmoqda? Shokolad kutilgan zaharlari bilishingiz shart. Shokolad haqida siz bilmagan dahshatli faktlar. Mana shunaqa yolg'on bo'lmasligi kerak. Yolg'on bo'lgandan keyin aldab pul topishga to'g'ri kelib qoladi. Keyin YouTube o'zi ham bir orada bir yilda bir marta, ikki marta proverka beradi qattiq. Ashunda уже sizniki mana shunaqa nima deydi? Предупреждениялар keladi. Ogohlantiruvlar keladi. Shuni ham hisobga olish kerak. Mana shunaqadan 3 ta tushadigan bo'lsa, kanalingizni qanchadir muddatga, 2 oy, 3 oyga yoki bo'lmasam 9 oyga video yuklashga imkon bermay qo'yadi yoki bo'lmasam bloklab qo'yadi. Shuning uchun imkon qadar harakat qilish kerak. 86% deb ko'rsatyapti. Yaxshi degani. Endi описание. Video описаниесini bilmayman endi. Video описание yozish shartmi, shart emasmi? Shart, poisk berganda chiqib keladi, lekin tegimiz ham bor. Tegni ham ko'rsataman. Xohlasak mana bu yerga полный описание yozib beramiz mana. Описание lutch yozganimiz ma'qul. Mana 5000 talik narsaga mana. Qaranglar, mana подтверждение bo'lmaganini hisob mana. Yuklayman desa подтверждение qil deydi. Lekin o'zi nimadan tanlasa bo'laveradi. Mana. Yaqinda AB test degan narsa chiqdi. 1 yil atrofi bo'ldi. Shunday bosasiz buni. Bossangiz sizga 3 ta variant chiqarib beradi. 1, 2, 3. 3 ta variantni qaysidir bittasini tanlaysiz yoki bo'lmasam yo'q, tanlaysiz deyman. 3 ta variantni ichiga siz 3 ta sarlavha qo'ysangiz bo'ladi. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi. Shokolad yeyish me'yordan oshib ketsa nima bo'ladi? Ikkinchisi, shokolad tarkibida nima bor? To'rtinchisi, shok xabar, shokoladdan qurt chiqdi, deylik. Вообще-то. Shu narsani yozsangiz, YouTube'da o'z algoritmdek ko'rsatadi hammaga. Qaysi biri qiziq bo'lsa, ashini chiqarib beraveradi. Uchalasidan bittasini. Keyin rasm ham xuddi shunaqa. Rasmni ham 3 ta tayyorlasa bo'ladi. Mana shunaqa mana. Bu AB test shu narsa. Favorite is video. Videoni o'zidan tanlang deyapti. Bu bepul bo'ladi. Bepul deyman. Подтверждение qilmasa ham ketaveradigan narsa bo'ladi. Hali videomiz yuklanmagan, shuni hisobiga nima aylanib turibdi o'rtada. Endi playlistga keladigan bo'lsak, playlistda mana shu yerda bitta sozdат qilib qo'yish kerak. Bola. Hozir men aytgan bitta nom istaylik-da. Banner. Bunaqamiz qanday qoldi endi? Ibratli ertaklar deylik mana.
Shunday qo'yamiz, ibratli ertaklar deb turib qo'ydik. Описаниеga shu yana mana shuni qo'yamiz. Qo'ydik. Qo'yganimizdan keyin уже открыть достуp data shu yuklangan narsa birinchi o'ringa tursinmi? Yazik определённый o'zbekcha bormikin? Yo'q. Buni ham подтверждение qilgandan keyin создать qildik. Buni nimaga создать qildik? Ibratli ertaklar degan paytda hmm, ibratli ertaklar degan paytda ko'rsatib berayda. Ibratli videolar deylik. Ibratli videolarni orasida mana qarang. Ibratli filmlar chiqib keldi mana. Ibratli filmlarni ichiga kiradigan bo'lsam, mana shunday qildik-a. Kiradigan bo'lsam, qarab turinglar mana. Уже qo'yib qo'yaman. Qo'yib qo'ydimmi ketdi. Mana уже oxiriga keldi. Mana 18 ekan, mana 15 ga keldi. Video tugadi. Video tugadi. Keyin avtomatik mana ko'rdinglarmi? Mana ikkinchisiga o'tyapti. Ikkinchi bu playlist deganda mana o'zi video yuklab chiqqan bitta. Agar bitta videoni ko'radigan bo'lsam, u keyin boshqa kanaldagi videoga o'tib ketadi, rekomendatsiyadagi. Playlistda bo'lsa, mana bitta playlistga sizni playlistingizga kirib oldimi, u odam o'tkazmaydigan bo'lsa, sizni videongiz faqat shu sizni videongizda o'tadi xolos. Birinchi, ikkinchi, uchinchi mana bekitib qo'ydim-da. Mana. Faqat shu sizni videolaringizda turadi mana shu bitta playlist ichidagi videolarda turadi. Bo'ldi, mana endi qarab turing. Mana. Ibratli videolar deydi. Mononga kirdim. Vahimach. Mana. Mana ko'rdingiz, Jojo Vance ekan, bu Sulton Abdurasul mana. Keyingi videoga o'tib ketaman. Mana уже video tugaydi. Mana tugadi video. Tugadida. Keyin mana pastda rekomendatsiyada turgan videoga o'tadi. Mana уже turibdi. Mana уже o'tdi. Ana rekomendatsiyaga videoga o'tdi. Shuning uchun sizdan playlist ochib turib, ibratli ertaklar deb turib ochdingizmi, doim playlistga mana shuni qo'ying, boring, qo'ying. Qo'yganingizdan keyin уже shu poisk bergan ibratli ertaklar deb istaganda sizga chiqib keladigan bo'lsa, уже bolasiga bitta qo'yib beradigan bo'lsa, sizni videongiz aylanib yotaveradi. Xullas ana shunaqa playlist qo'ydingiz. Bu mana это видео не для детей. Ne для детей siz meniki bolalarniki deb turib bolalar uchun kontent qilasiz, da qilib bosib qo'ymang. Bu da qilib bosadigan bo'lsangiz, уже sizni videongiz детский YouTube'ga o'tib qoladi. Bu nimada ko'rinmaydi. Xullas bular prямой reklama, bu Amerikaga oid narsalar. Mana agar siz sun'iy intellektda qilgan bo'lsangiz, sun'iy intellektda qildim deb menga bitta ogohlantirish keldi. Xuddi shuni qilmaganim uchun men bilmaganman-da endi. Bu YouTube'ga sun'iy intellekt qo'shildimi, уже точно men hammasini sinab ko'rganim yo'q. Misol uchun sun'iy intellektda monetizatsiya yoqsa bo'ladimi desa, yoqsa bo'ladi deb to'liq ayta olaman. Chunki men monetizatsiya yoqdim. Sun'iy intellektda video qilib, hamma narsa sun'iy intellektda bo'ldi, yoqdim. Ko'p joyda oshchalik nimalar bor, videolar bor. Sun'iy intellekt endi video monetizatsiya yo'q bo'lmaydi. Bunaqa degan gaplar bo'lgan edi shu paytda ham. Endi buyog'iga o'zinglar qilib kelsanglar bo'ladi. Endi bu kollaboratsiya, Instagramda bilasizlar, kollaboratsiyani ko'rgansizlar. Shuni bosib turib, Mirzayev deb yozasiz. Meniki chiqib keladi. Bunday bosaman. Buni analitikani u ham ko'rsinmi desam, yoqib qo'yaverasiz. Создать ссылка. Kopировать ссылка qilib turib, поделиться bosib qo'yasiz. Kopiya qilasiz. Ana shu kopiya qilib turib unga tashlaysiz, u qabul qiladigan odamga. U odam shunday silkani ustiga bosadigan bo'lsa, endi kirib turib, print qilaymi yo'qmi deb so'raydi. Print qilib qo'yadi, bo'ldi, unda ham ko'rsataveradi. Xulosa shunaqa. Bu ana shu narsa. Endi
e'tibor bermaymiz. Kollaboratsiya, 3 kollaboratsiyani tushuntirdim. Endi buyog'i tek mana asosiy joyi keldi. Mana sog'lom bo'lish sirlari ko'ryapsizlarmi? U bizga taalluqli emas. Endi mana Jamebotga xuddi mana shuni ham qo'shishim kerak edi. Mana uni men bot bolajon mana shirinlik shokolad zararliligi. Mana. Mana aytgan prompt ana shunaqa narsalar bor a. Mana endi botni sizlarga to'g'rilayman. Shuni ham tushuntirib o'tib ketaman bir yo'la. Ertak YouTube a. Ertak YouTube'ga kirib mana shu narsalarni aytganman 3 yosh, 6 yosh. Necha edi ekan? 5 ekan. 6 YouTube uchun shu sudagi tek virgül vergul bilan deganim sababi vergul manaqa vergul bormi mana bunaqa. Vergul qo'yilsa haligi enter bosish shart emas. Agar bo'ladigan bo'lsa har bittasini kopiya qilib qo'yishga to'g'ri kelib qoladi. Mana. Uj bo'ldi. Barcha ma'lumotni kopiya qilinishi kerak. YouTube uchun video YouTube uchun xullas bo'ladi shunaqa. Mana nachat chiqadi. Yo'q, u eski nimada, bunday qilamanda. Bunday qilsam. O'chib ketdi-yu bo'ldi endi hammasi. O'chib ketadi endi bu hali izmenit qildim-ku. Yo eski javob qolarmikin. Xullas ana shu tegida ham o'zi yozib chiqsangiz bo'ladi. Misol uchun shokolad zararlari, shokolad yeyish zararli, shokolad bola uchun qanday xavfga ega deb yozsangiz, kim qanday poyezd bersa, shu poyezd bergan payt chiqib keladi mana shu narsa. Sizni videongiz chiqib kelishiga sababchi bo'ladigan joy mana shu tag, videoni tagi. Tag deganda mana shuni tushunib olishinglar kerak. Ko'pchilik ish mana. Mana YouTube algoritmiga mos salohiyati 6. Preview uchun. Yo'q, tushunmabdim men. Sarlavhaga moslashim kerak ekan. Xullas shunaqa, men sizlarga ko'rsatib bermoqchi edim. Mana. Mana nima bor-u? Nimani YouTube kanalimizni nimasini olib turaveramiz mana. SEO sozlamalar keyword bo'limiga kirish uchun. Mana shuni olib tagga qo'yib qo'ysak bo'laveradi. Mana shunaqa narsalarni istaganda chiqib keladi. Ketdik endi Dali bosgan paytda subtitrni qo'shaymi, qo'shmaymi deysiz. Endi agar sizda qo'shish xohish bo'lsa, qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Konechniy zastavka. Bu ham endi ana подтверждение bo'lishi kerak. Mana oxirida уже konechniy zastavka video tugay degan paytda chiqib keladi. Kanalingiz и подходящий сохранить. Yoki bo'lmasa oxirgi qo'ygan videongiz chiqib ketsa ham bo'ladi. Mana misol uchun bitta videoni yukladingiz. Yuklagan videongiz 1 yil oldin yuklangan. 1 yil oldin yuklangan u
Mana misol uchun mana shunda eee, 1 yil oldin yuklangan bo'lsa ham самый подходящий bo'lsa, shunga o'xshashini chiqarib beradi. Самый новый bo'lsa, kecha yangi video yuklagan bo'lsangiz ham 1 yil oldingi videongizni kimdir ko'rsa, oxiriga borsa, mana shu narsa chiqib keladi. Kecha yuklagan videongiz avtomatik o'zi u 5 yil oldingi video bo'lmaydimi? Shunga qo'yib beradi o'zi avtomatik. Mana shu oxiriga. Chunki siz eng yangi videoyim deb tanlagansiz. Saqlang. Bo'ldi. Endi nima? Pat nima? Podskaska. Podskaska deganda ko'pchilik bilsanglar, mana tepada manaqa chiqadi deb turibdi, chiqib qoladi. Endi bo'lmasa uni payti kelganda tushuntirib beraman. Podskaska shu narsa, video ko'rayotgan paytingizda mana tepadan ko'ringlar, tepadan narsa chiqib keladi deydi. Mana shuni ustiga bossangiz video bo'ladi. Buni ustiga ham qo'yib olsa bo'laveradi. Mana misol uchun qayerga qo'yay deyapti. Mana yerga qo'yib turib video qo'ysa bo'ladi mana misol uchun. Shu o'z kanalingizdan yoki bo'lmasa kimdir videosini istab topsa bo'ladi. Playlist mana. Playlist qo'yib qo'ysa bo'ladi. Ibratli yetaklar. Ustiga bitta bosadigan bo'lsa, mana video chiqadi. Keyin ustiga bitta mana shuni ustiga bitta bosadi, shu videoga kirib ketadi. Saqlanadi. Bo'ldi. Endi keyingisi proverka. Bu proverkani tekshirib chiqadi. Значит, проверки контент защитного авторства прав. Yo'q. Mana endi bu joyga keldik. Mana ограничение достуp qilamiz. Xohlasak shu vaqtga belgilaymiz, xohlasak ограничение достуp qilib saqlanib qo'yamiz. Mana shunaqa gaplar. Bo'ldi, bu video yuklanyapti. Подтверждениyalarda nomer sotib olishlarni qo'ygan, keyin xudo xolasa to'liq men sizlarga ko'rsatib beraman. Shu Telegram kanal bor. Telegram kanaliga to'ldirasiz. Bitta nomer shu 3000 atrofida. 3000 atrofida shunday kiritib turib, u ham oson. Nomerni bitta generatsiya nomer olishni bosasiz. Bosgan paytingiz уже nomer beradi. Bu YouTube'da подтверждениyaga kirgizasiz. Bu yerdan kirgizdim deysiz, уже kod kelishini kutib turasiz. Kodni olasiz, kirgizsangiz подтверждение bo'ladi. Qisqasi shunaqa gaplar. E'tibor uchun rahmat, sog' bo'lasiz. Savollar bo'lsa, tortinmay yozaveringlar.